Yurak to'lqinlarini uch guruhga bo'lishi mumkin. Birinchi guruh yurak ichidagi arterial qonni vena oqimiga oqishi bilan kuzatiladigan tug'ma nuqson. Bu bir metrlar soni, qonunchilar soni, ochiladigan protok, bir nechalar nuqsoni, ular kiradi. Ikkinchi guruhda yurak ichidagi venöz qonni arterial qon oqimiga oqishi bilan kuzatiladigan nuqsonlar. Bunga pallo uchligi, tetradasi, pallo pentadasi, uchta aloqali qopqoqni atriziyasi, magistral tomirlarni transpozitsiyasi kerak. Uchinchi guruhda yurak magistral arteriyalarning to'rayishi bilan kuzatiladigan yurak tug'ma nuqsonlar. Bu o'pka arteriyasining stenozi, aortal stenoz, aorta plantatsiyasi, ular kiradi. Tug'ma nuqsonlarni tashqaridan ko'rinish kerak. Buni ko'proq ko'rish mumkin, yurak nuqsoniga kiradi. Pallo tetradasi, o'sha yurak nuqsonida bo'ladigan o'zgarish. Qaysi maxsus tekshirishlar bilan yurak nuqsonini diagnostika qilish mumkin? Umum klinik tekshirishlardan tashqari maxsus tekshirishlarga bu ekokardiografiya, hozirgi kunda rangli ekokardiografiyalar ko'payib ketdi. Undan tashqari qizilo'ngach orqali elektrodi bor ekokardiografiyalar bor. Ular bilan to'liq 90-92%gacha, ba'zi bir yurak nuqsonlarida 100%gacha to'g'ri diagnoz qo'yish mumkin. Keyingisi rentgenografiya, yurak katta kishiligi, ko'zlar qafasida joylashgan o'rniga qarab ham bizga ko'p ma'lumotlar beradi. Hozirgi kunda yangi usullardan kompyuter tomografiya, magnit rezonans tomografiya, yurak kanalini tekshirish, angiokardiografia va multiplex kompyuter tomografiya. Hozirgi kunda multiplex kompyuter tomografiyani kontrastlilarini chiqdi. Bu rangli atlas sifatida ularning nuqsonlarini bilib, to'liq diagnoz qo'yishga katta imkon beryapti. Rentgenografik ko'rishimizda biz ko'p ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Birinchi o'rinda yurakning katta kichikligi, kichik qo'nilashdagi doiradagi qon aylanish holatini ko'rishimiz mumkin. Hipovolemik yoki gipovolemik holat. Yuqori o'pkaga zarralar bo'lsa, kesilgan daraxt shoxlariga o'xshagan simptomimiz bor. Simptom обрывания дерева deyiladi. Bu yuqori o'pkaga zarralarda uchraydi. Keyingi tekshirish usullarimizda izotop angiokardiyografiya, ekokardiografiya. Oldin aytib o'tganimdek, ekokardiografiyada yurak bo'shliqlarining holati, qorinchalar orasidagi devor yoki bo'lmachalar orasidagi devordagi teshik nuqsonlari, rapid holatlari, yurakdan chiqib ketayotgan katta magistral tomirlarning holatlarini ko'rish mumkin. Bundan tashqari hozirgi kunda yurak bo'shliqlarining ichidagi qon bosimi ham ekokardiografik usulda aniqlanyapti. Kardiografiya uchun kateter va zontlar. Biz yurakda agar o'ng tomoniga tushadigan bo'lsak, albatta periferik vena qon tomirlari orqali tushamiz. Agar chap qorincha yoki aortani o'ziga tushadigan bo'lsak, arteriya orqali. Bu uchun tushadigan zontlar quyidagi tasvirda ko'rsatilgan. Yangi zontlar tekshirishda biz kavak venalar orqali yo yuqori kavak vena yoki pastki kavak vena orqali periferik venadan kimsa qilib zontimizni kirgizganimizda o'ng bo'limchaga tushadi. O'ng bo'limchadan o'ng qorinchaga, keyin arteriyasigacha o'tish mumkin. Bu paytda nimalar aniqlanadi? O'ng bo'limchadagi kislorod miqdori, o'ng bo'limchadagi bosim, o'ng qorinchadagi kislorod miqdori, o'ng qorinchadagi bosim, o'pka arteriyasidagi bosim, o'pka arteriyasidagi qonni kislorod bilan ta'minlangan holatini ko'rishimiz mumkin. Endi bu yerda diagnostik tashxisda shuni e'tiborga olish kerakki, masalan, o'ng qorinchadagi bosimda o'pka arteriyasidagi bosimga taqqoslab kiradi. Agar orasida gradiyent bo'ladigan bo'lsa, bu o'pka arteriyasidagi stenoz alomatlarini bildiradi. Hozirgi dastimda bu qo'yib turgan slaydda o'ng tomondagida o'ng qorincha orqali kontrast yo'nalityapmiz. O'ng qorinchani joyi kontrastlanyapti. Hamda o'pka arteriyasiga o'tib, o'ng o'pka arteriyasi, chap o'pka arteriyasi kontrastlanyapti. Angiopulmonografiya deyiladi. Bunda ko'rish mumkin. Qon bosimini o'lchash bilan biz o'pka gipertenziya bor yo'qligini bilamiz. Yurak zontlar tekshirishi nimani beradi? Operatsiyadan oldin agar yurak tug'ma nuqtalarida o'pka gipertenziya kuchli bo'lsa, 3A yoki 3B holatda biz operatsiya qila olishimiz mumkinmi, yo'qmi? Buni aniqlab
ba'zi paytlarda operatsiyaga kech qolgan bo'lishi ham mumkin. Nimaki 3,1 darajasida operatsiya holati natijasi yomon bo'ladi. Bunday kasallarda operatsiya qilmagan ma'qul. Chap ventrikulografiya. Arteriya orqali chap qanchaga tushganimizdan keyin chap ventrikulografiya qilamiz. Bunda o'pka arteriyasi aortaning o'zini stenozi bormi yo'qmi, chap qanchani holati, buydagi kislorod miqdori, qon bosimlarini o'lchashimiz mumkin. Bu yerda ham o'pka arteriyasi stenozi aniqlaganga o'xshab chap qorinchadagi qon bosimida aortadagi qon bosimiga nisbatini ko'rganimizda agar gradiyent chiqadigan bo'lsa, ya'ni tafovut farq chiqadigan bo'lsa, bu aorta stenozini belgilarini beradi. Ventrikulografiyani angiografik ko'rinishi kontrast beryapmiz. Bu yerda aorta stenozligi ko'rinib turibdi. Chap qorinchadan chiqayotgan kontrast qisilgan joydan o'tib, keyin kengaygan joyga bu chap qorinchaning chiqish joyini stenozi. Balki infundibulár stenoz bo'lishi ham mumkin. Chap qorinchaning chiqish joyidagi ularni endokarpning o'sib chiqishi bu hipotrofik aortal stenozdan dalolat beradi. Keyingisi aortografiya. Aortaning o'zidan ham kontrast jo'natib qo'yganimizda aortaning o'zidan chiqayotgan qon tomirlarida holatini bilishimiz mumkin. Bu yerda aortografiya qilganimizda ochiq arterial protok yangimizga kelyapti. Buning uchun aorta joyidan keyin o'zini bo'yinchasi bor, deyiladi. O'sha yerda ochiq arterial protok orqali kontrast moddamiz shuchi aortaga ham o'pka arteriyasiga o'tadi. Shu o'tayotgan joyi ochiq arterial protok yo'lini kengligini bilishimiz mumkin. Shu yo'l orqali biz o'pka arteriyasiga ham o'tishimiz mumkin. Agar 5-6 mm, 8 mm, ba'zi paytlarda 1 santimetrgacha bo'lgan ochiq arterial protokni shu zo'rlab tekshirishda biz probka qo'yib ham bekitishimiz mumkin. Endi ochiq arterial protok haqida qanday shikoyat qilishi mumkin? Bemorlar tez holsizlanishga, jismoniy harakat vaqtida kuchayadi, halsizlashga yoki tez o'lishi mumkin. Taqiqlarga kuzatiladi, jismoniy rivojlanishdan orqada qolishi mumkin. Tez o'tkir respirator kasalliklarga chalinishi mumkin. Bu hamma oqibatdagi yangiliklarga xos. Deri rangini oqimtirib kirishi ekananing pastki qismini ko'taradi. Ba'zi yuqori o'tkir paytida kuzatiladigan belgisi. Endi ochiq arterial protokni endovaskular xirurgiya rivojlanguncha hammasi operatsiya qilinadi. Ya'ni hozir 1 santimetrgacha bo'lgan ochiq arterial protoklarni endovaskular usulda yopish mumkin. Bu paytda chap tomonlama tarafidan bilan aorta hamda o'pka arteriyasini orasida joylashgan ochiq arterial protokni ajratib bog'lanadi. Ba'zi bir hollarda ikkala tomonini bog'lab turib o'rtasini kesish ham mumkin. Metal protokni klipsa qo'yish apparati bilan ham bekitish mumkin. Endi biz bog'lashni o'rniga ikki narsalar bog'lab, o'rtasini tikib bog'lardik. Endi hozirgi paytda tikuv apparatlari bilan klipsa qo'yib bekitib qo'ysa ham bo'ladi. Metal protokni embolizatsiyasi bu endovaskular usulida qilinadi. Ochiq arterial protokni ichiga zo'nga bu yerga probka qo'yiladi. Probka o'sha okludi embolizatsiya deyiladi. Shu arterial protokni diametriga qarab turib, o'sha okludi tanlanadi. Tanlanib probka qo'ygandan keyin yana boshqatdan aortadan kontrast jo'natib ko'riladi. Agar probkamiz yaxshi joylashgan bo'lsa, unda bizni qo'yilgan okludimiz to'g'ri natija bergan bo'ladi. Endi bu yerda rentgen tasviri chap tomondagi rasmda zond bilan ochiq arterial protoklar ko'rsatyapmiz. Keyingi okludni qo'yib bo'lgandan keyin qayta kontrast qo'yganimizda o'pka arteriyasiga o'tayotgan oqim to'xtadi. Qorinchalar aro devor to'siq nuqsoni. Qorinchalar orasida devorda bo'ladigan har xil turdagi teshiklar mavjud bo'lishi mumkin. Bu nuqson hisoblanadi. U muskul qavatida, perimembranaz qavatida yoki aorta ostida yoki o'pka arteriyasiga
klapanni tagida joylashgan bo'lishi mumkin. Kasallar nimalarga shikoyat qilishi mumkin? Hansirashni, oqim chekilishi, mizani kattalashi, jismoniy rivojlanishdan orqada qolishi mumkin. Ko'krak qafasining deformatsiyasi. Agar teshik katta bo'lib, chap qo'yinchaning fiksiyasi katta bo'lib, yoshligidan boshlab yurak miqdori rivojlangan bo'lsa, ko'krak qafasining oldingi devoriga ko'p urilganidan ko'krak qafasining deformatsiyasi kelib chiqadi. Suyakning chap tomonida uchinchi to'rtinchi qovoqlar orasida dag'al sistemli shovqin aniqlanishi mumkin. Bu rasmda qo'lonchalararo devor defektiga yamoq qo'yganimiz ko'rinib turibdi. Bu kasallikni o'tkazib rivojlanmaydi, operatsiya qilsa juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Lekin kichkina defektlarda, muskul qavatida yoki teri membranasi rotatsiyasida joylashgan qo'lonchalararo devor defektini xuddi ochiq operatsiya o'xshab, buni ham endovaskulyar usulda yopib qo'yish mumkin. Bu aqliy belgilarda teshikni katta kichikligi bilan aqliy tanlanadi. Qo'lonchalararo devor defektidan zond o'tkazgandan keyin zondga aqlidagi birinchi qismi ikkinchi marta o'tkazayotganimizda ikkinchi aqliy bilan xuddi zondni ochganga o'xshab teshikni ikki tomondan zondni ochib bir-biriga yopishtirib qo'yiladi. Keyin qayta kontrast berganimizda teshik yopilgan-yopilmaganini nazorat qilishimiz mumkin. Keyingi yurak nuqsonimiz bu pallo tetradatsiya deyiladi. To'rtta yurak nuqsonda jamlashgan bo'ladi. Bu o'pka-arteriyaning qorayishi, qo'lonchalararo to'siq nuqsoni, aortaning o'ng tomoniga siljishi va uning qo'lonchalararo to'siq nuqsonini joylashishi, o'ng qo'loncha devorining gipertrofiyasi. Nimalarga shikoyat qilishi mumkin? Bunda ko'rganimiz teri qoplamalarini ko'tarish bo'ladi. Kichik xonalarning doirasida gipotziya bilan o'tadigan hansirash, ko'tarish turishlari mumkin. Nafas siqishi, taxikardiya, keskin holsizlik, kuchdan ketish, gipertrofiya, jismoniy rivojlanishdan orqada qolish. Barmoqlarda ko'p aksariyat kasallarda, soat aylanchasi nisbat simptomi aniqlanadi. Bu tashqaridan ko'rinishi e'tibor bersangiz, qo'l panjalarida soat aylanchasi hamda baraban simptomi nisbat ko'rinib turibdi. Yengil tekshirsangizda zond o'ng qo'lonchada turibdi. Endi o'ng qo'lonchadan kontrast berganimizda ham chap qo'loncha ham o'ng qo'loncha kontrastlanadi. Kontrast moddamiz ham aortaga o'tyapti, ham o'pka arteriyasiga o'tyapti. Nimaga? Aorta tagida joylashgan katta qo'lonchalararo devor defektidan o'pka arteriyasi hamda aorta o'z yoyi atrofida o'ng tomonga siljiganiga havola kontrast modda ham o'pka arteriyasiga ham aortaga ketayotgani ko'rinib turibdi. Bu yerda ikki xil operatsiya qilinadi. Birinchisi palliativ, keyingisi radikal operatsiya. Bemorning ahvoli og'ir, hansirash xurujlari bo'ladigan bo'lsa, bemorni birinchi katta operatsiyaga tayyorlash maqsadida bo'lib, ikkinchisi chap qo'lonchani hajmi deyarli butun tanaga xos bo'lmasa, chap qo'lonchani kattalashtirish maqsadida palliativ operatsiya qilinadi. Maqsad nima? Katta qonalanish doirasidagi qon oqimini buni qonalanish doirasiga kollateral orqali ulab qo'yishimiz mumkin. Kollateral deganimiz bu shuntlash. Umru arteriyasidan yo sun'iy qon tomiri orqali yoki blok usuli bor. Umru arteriyasini o'zini o'pka arteriyasiga ulab qo'yishimiz mumkin. Bunda katta qonalanish doirasiga ketayotgan qon kichik qonalanish doirasiga boradi. Nisbatan kichik qonalanish doirasida qon hajmi ko'payadi, kislorod bilan ta'minlanishi yaxshilanadi. Bu yerda qo'lonchalararo devor defektiga yamoq qo'yilgan o'pka yamoq qo'yiladi. O'ng qo'loncha chiqishi yoki infundibullar o'pkaniga qo'yilgan. O'ng qo'loncha chiqish joyida ichidagi indikator o'sib chiqishi bilan o'ng qo'loncha chiqish joyini toraytirib qo'yish mumkin. Bu yo'lni ochishimiz kerak. Bu maqsadda to'liq radikal korreksiya bo'ladi. Bunday operatsiyalar ko'p yurakda, ya'ni sun'iy qonlanish sharoitida qilinadi. Keyingi yurak nuqsonimiz aorta korreksiyasi. Bu aortani o'rtasida qisilish bo'ladi. Nimalarga shikoyat qilishi mumkin? Bosh og'rishi,
arterial qon bosimining oshishi, burundan qon ketish, yoki ostidagi og'riqlar, yozilishi, boshda og'riqni, komplikatsiyaning sezish. Hop. Tananing yuqori qismida qon bosim baland bo'ladi, tananing pastki qismida qon bosim past bo'ladi. Mana hisobi aorta yoyidan keyin qisilgan keskinroq bo'lgan joyini hisobiga. O'zi normada oyoqdagi qon bosim qo'lga nisbatan yuqori bo'lishi kerak. Aorta kalsiyatsiyasida esa buni aksi bo'lardi. Chap tomondagi slidimizda rentgen tasviri, o'ng tomonda sxematik ravishda kalsiyatsiyani ko'rinishi belgilangan. Berilgan bundan ko'rinib turibdiki, orta yoyidan keyin aorta o'zi qisilgan joyi. Endi aorta kalsiyatsiyada qanday operatsiyalar qilinadi? Buni chap tomonlama tarafdan aorta joyi, ya'ni pastki qismi tunnel bo'lgan joy ajratiladi. Ajratilib turib, o'zidan ismoplastika operatsiyasi o'tkaziladi. Agar ismoplastika operatsiyasi o'tkazish qiyin bo'lsa yoki imkoni bo'lmasa, shu joyni to'liq kesib tashlab, uni qon tomiri bilan yopib qo'yishi mumkin. Hozir to'g'rilar maqsad protezlar ishlatilardi. Hozir Vortex firmasini protezlari ishlatilyapti. Pisasiz qon tomir hamda tadqiqotchilar tomonidan amalga oshiriladi. Maqsadimiz nima? Shu aortadan kelayotgan qon to'siqsiz pastki aortaga o'tishini ta'minlash. Ko'p hollarda yoshlarda ko'proq arterial uchraydi. Xuddi shunday kasallarda qo'shimcha oyoqdagi bosimni ham o'lchab qo'yish mumkin. Qon bosim yuqori bo'lishiga bemorning yoshi to'g'ri kelmayapti. Ayniqsa yoshlarda o'lchab qo'ysalar, qo'ldagi bosim oyoqdagi nisbatan balandroq chiqsa, haydovchilarni nazorat ostiga yog'imizni ulardan ta'sirlashtirib yuborsalar, shu kalsiyatsiyani biz idrok qilishimiz kerak. Aks holda bu og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi ma'ruzalarimizda har bitta yurak nuqtoni alohida ta'riflab chiqamiz. Hozir shunchaki o'sha yurak nuqtoni eng ko'p uchraydigan hollarini bir qancha chiqdik. Keyingi ma'ruzalarimizda ko'rishguncha xayr.